Assalomu alaykum hurmatli prezidentimiz. Men Xorazm viloyati Hazarasi tumani Shirana mahallasidan Suvanqulov Bobomurod. Men sizga murojaat qilishim sababi bizning mahallamiz 330-sonli qaroriga asosan dasturga kiritilgan. Mana shu dastur bo'yicha bizning mahallamizni mana shu ko'cha bizlarga qaramaydi bu yo'l. Bizning mahallamizga kiritilgan 330-sonli qarori dasturidan pulini olib, xalqdan pul yig'nab, open budjetda o'tdik deb mana shunday ishlar qilib, mana shu yo'lni ta'mirlab bizning dasturimizga kiritilgan pullardan olib mana shu yo'lni ta'mirlamoqchilar. Mana buni Xorazm viloyat hokimiyati ham, Hazarasi tuman hokimiyati ham kelib murojaat qilyapmiz, kelib hech qanday hal qilmayapti. O'rtaq hokim buva, men sizni necha marotaba chaqirganman. Mana shu Hazarasi tumaniga keling, bizlarning mahallamizni o'rganing, mana bo'layotgan o'g'irliklar bilan tanishing deb. Bu yerda na Xorazm viloyati, na Hazarasi tuman hokimi hech qanday chora ko'rmayapti. Kelishmayapti, mana ko'ryapsiz. Hozir mana shu yo'lni ta'mirlash uchun boshini yatırganlar, mana open budjetda o'tdik deb bu o'yin mana dastur pullarni o'g'irlab open dasturga kirgan yo'lni open budjetda o'tdik deb mana shu yo'l bizlarga qaramaydi. Shuning uchun na prokuror olyapti, telefon tekshiryapti buni, na boshqasi. Qana hurmatli prezident, endi bu yerda kimga quloq solish kerak? Prokuror, hokim dardingni tinglamasa, o'g'irlik mana shunday bo'laversa. Qani endi kelib 3 milliard 200 ming so'm pulni bizning mahallamizga qani qayerga tashlandi? Bu iqtisod moliya kelib mana shu pullarni chiqarib taqsimlab bersinchi, buni loyihasi qani? Smetasi qani? Ajratilgan pulni hujjati qani? Ko'rsatsinchi. Mahalladoshlar mana shuni eshitib, mana ko'ringlar, YouTube'ga chiqarmoqchiman. Shuni eshitib bitin tarqatinglar.